Assalomu alaykum hurmatli mijoz, eshitaman. Assalomu alaykum. Do'koningiz qayerda? Yo'q, hurmatli mijoz, mumkin bu mobil ilova, bu do'kon emas. Siz barcha do'kon manzillarini mumkinni o'zidan ko'rib bilib borishingiz mumkin. Labbay, eshitaman. Assalomu alaykum. Sizlarda dastavka bormi? Hurmatli mijoz, mumkin bu dastavka qilib beruvchi firma yoki yetkazib beruvchi kompaniya emas. Siz dastavka xizmatidan foydalanmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, do'konni o'ziga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat. Salomat bo'ling. Labbay, assalomu alaykum. Siz mumkin mobil ilovasidan foydalanishga qiynalyapsiz a? Mana shunday savollarga qisqacha va lo'nda qilib javob beramiz. Birinchi navbatda mobil qurilmangizni qo'lingizga olasiz. Kimdadir Play Market, kimdadir App Store. Masalan, menda App Store. App Store'ga kiramiz va qidiruv tugmasiga mumkin chegirma deb yozamiz. E'tibor berasizlar, mumkin chegirma aksiyalar chiqadi. Ushbu tugmani ustiga bosamiz va mumkin mobil ilovasini yuklab olamiz. Mumkin mobil ilovasini yuklab olganimizdan keyin chap burchakda ko'ndalang 3 ta tayoqcha chiqadi. Ushbu tayoqchani ustiga bosamiz, kirish yoki ro'yxatdan o'tish. Birinchi navbatda telefon raqam so'raladi va sizga 4 xonali SMS kod keladi. Ushbu kodni joylashtiramiz, keyingi bo'limga o'tamiz. Ismingiz, familiyangiz va ma'lumotlaringizni kirgizishingiz kerak bo'ladi. Keyingi tugmasini bosasiz, muvaffaqiyatli. Siz muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tganingizdan keyin profilga o'tish tugmasini bosasiz va asosiy bo'limga o'tamiz. Yuqorida istoriyalar. Bu istoriyalar har kungi qaynoq chegirmalarni yoritib boruvchi istoriyalar bo'limi hisoblanadi. Masalan, siz ichimlik xarid qilmoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha ichimlik qayerda va qanchada chegirmada ketayotganini bilishingiz mumkin. Batafsil tugmasini bosasiz va to'liq do'kon manzili, ijtimoiy tarmoq, telefon raqam, ish vaqti to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz va eng pastda qo'ng'iroq tugmasigacha joylashtirib qo'yilgan bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri do'konni o'ziga aloqaga chiqishingiz mumkin va undan pastda market, go'zallik, elektronika, kiyim-kechak, uy-ro'zg'or, sport va hokazo bo'limlar bor. Masalan, menga market bo'limi kerak. Marketda nima xarid qilmoqchi bo'lsangiz, qaysi marketda qanaqa chegirmalar ketayotganini bilib borsangiz bo'ladi. Masalan, menga MMDance kerak deylik, ro'zg'or optim bozori, to'liq ma'lumotlari, narxi, uni manzili, telefon raqamlari va hokazolar hammasi ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. Endi hurmatli obunachilar, undan keyingi bo'limimiz kompaniya. Siz o'zingiz qaysi kompaniya mahsulotlariga qiziqadigan bo'lsangiz, aynan o'sha kompaniya mahsulotlaridan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun men US Travel'dan tur paket sotib olmoqchiman va qaysi davlatga qanchadan arzon narxlarda borligini to'liq ko'rsatib o'tilgan. Undan keyingi bo'limimiz qidiruv. Qidiruvda, masalan, menga kolbasa va go'sht mahsulotlari kerak. Cold so'zini yozishim bilan kolbasa va go'sht mahsulotlari kelib chiqdi. Qayerda birga bir aksiyada, qayerda necha foizlik chegirmada, barchasini bilib borsangiz bo'ladi. Undan keyingi bo'limimiz xarita bo'limi. Xarita bo'limi sizga juda qulaylik yaratish maqsadida qo'shilgan funksiya. Siz o'zingizga eng yaqin hududdagi, eng yaqin manzildagi do'konlarda qanchadan chegirma va aksiyada ketayotganligini bemalol xarita bo'limida ko'rib, bilib borsangiz bo'ladi. Undan keyingi bo'lim promokod bo'limi. Qaysi do'konlarda mumkin bilan hamkorligida promokod berilgan bo'lsa, o'sha bo'limdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Sal pastroqqa tushasiz, promokoddan o'zingizga nusxa olasiz, yana pastroqqa tushib batafsil tugmasini bossangiz, qaysi do'kon mahsulotiga promokod berilgan bo'lsa, aynan o'sha do'konga o'tkazib beradi. Ya'ni yo'naltirib beradi. Hurmatli mumkin obunachilari, menimcha mumkin aynan sotuvchi do'kon emasligini va barcha chegirma va aksiyaga tushgan mahsulotlarni, chegirma va aksiya bergan do'kon mahsulotlarini bitta ilovada jamlagan mumkin mobil ilovasi ekanligini tushuntirib bera oldim shekilli. Mumkinda eng asosiy maqsadi sizni ham vaqtingizni, ham naqdingizni tejab qolish. Mumkin bilan birga bo'ling va mushkulingizni oson qiling.